Bugun o'quvchilarimga sertifikat beryapman. Ramazon oyiga har bittaligiga krujka oldim. Konkursda yutishgani uchun Germaniyadan rasmiyat olib keldim. Hozir buni hammasini ularga topshiramiz. Sertifikatimizda xalqaro, bemalol hamma yoqda, Yevropada ham, Amerikada ham joy ochib ishlasanglar bo'ladi. Ulardan olgan bilimlarimni juda xursandman. Xudo xohlasa yurtimizga, elimizga xizmat qiladigan xijomatchi bo'lib yetishganimdan juda xursandman. Ularni texnologiya metodikasi bo'yicha ish olib boraman. Xudo xohlasa endi ularning yo'nalishlari menga juda yoqdi. Dinara Fayzullayevada o'qidim. Bergan bilimlariga rozi bo'lsinlar. O'zim yaxshi ko'rgan soham bo'yicha, qiziqqan soham bo'yicha hijoma darsligini ham o'rgandim. Hijomaga birinchi marta bulardan o'rganishim. Anchadan beri niyat qilardim. Shunaqa ustozga uchrayman deb o'ylamagandim. Juda ham xursandman. Bergan bilimlaridan Alloh rozi bo'lsin. Bundan ham ziyoda qilsin.